Riyod, Dubay, Doha zarba ostida urush neft markazlariga ko'chdi. Eron Isroilga misli ko'rilmagan zarbalar berdi. Shvetsiya dunyodagi 3 davlatni eng katta tahdid deb baholadi. Bu bizning urushimiz emas, Yevropa Trampga yana yo'q dedi. AQSh aviatashuvchisida yong'in, Gerald Ford Eronga qarshi urushda safdan chiqishi mumkin. Rossiya migrantlar uchun yangi talab joriy etishni rejalamoqda. Erondagi urush Dubayning moliyaviy markaz sifatidagi maqomiga qanday ta'sir qilyapti? Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Assalomu alaykum. Sedanachi Muxtor kompaniyasi Ramazon hayiti va Navro'z bayrami munosabati bilan mega aksiya e'lon qiladi. Aksiya davomida sog'lig'ingizda bo'layotgan sahr, davleniya, jigar, bo'g'im, semizlik va albatta prostata kasalliklariga yechim toping va bayramda sizlarni bu kasalliklar aslo bezovta qilmasin. Buyurtma berish uchun 55 kodi bilan 503 2200 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Riyod, Dubay, Doha zarba ostida urush neft markazlariga ko'chdi. Eron Isroilga misli ko'rilmagan zarbalar berdi. Eron, AQSh va Isroil o'rtasidagi urush keskin shaklda jiddiylashdi. Bugun oxirgi soatlarda mintaqada misli ko'rilmagan darajadagi portlashlar, keng ko'lamli zarbalar va ochiq tahdidlar girdobiga tushib qoldi. Vaziyat endi faqat 3 davlat o'rtasidagi to'qnashuv emas, u butun Yaqin Sharqni qamrab olgan. Energetika markazlari, harbiy bazalar va strategik obyektlar bir vaqtning o'zida nishonga olinayotgan keng frontli urushga aylangan. Eron harbiylari haqiqiy va'da 4 operatsiyasining 61-to'lqini doirasida Tel Avivga misli ko'rilmagan zarbalar berdi. Bu zarbalar oddiy signal emas, balki ochiq kuch namoyish etdi. Ayni paytda Eron ichida ham kayfiyat keskin. Biz jonimizni fido qilishda hech qanday ikkilanishga ega emasmiz degan bayonot bu urushning faqat harbiy emas, balki ideologik va ruhiy darajada ham olib borilayotganini ko'rsatadi. Ammo eng xavfli burilish zarbalar geografiyasi keskin kengaygani bo'ldi. Eron raketalari Saudiya Arabistonining poytaxti Ar-Riyoddagi bir nechta hududlarga kelib tushdi. Bu esa urushni to'g'ridan-to'g'ri yirik arab davlatlari ichiga olib kirdi. Shu bilan birga Dubay ham nishonga olindi. Raketa va dron hujumlari fonida portlashlar qayd etildi. Havo mudofaa tizimlari esa zarbalarni tutib qolishga urinmoqda. Eron hatto Saudiya Arabistoni, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari hududlaridagi neft, kimyo obyektlarini zudlik bilan evakuatsiya qilish bo'yicha ogohlantirish berdi. Bu esa kelajakdagi zarbalar yanada og'ir bo'lishi mumkinligidan darak beradi. Energetika fronti esa eng xavfli nuqtaga yetdi. Eron zarbalaridan so'ng Bahrayndagi AQShning harbiy dengiz kuchlari ko'mak bazasi va 5-flot shtab-kvartirasida jiddiy vayronagarchiliklar qayd etildi. Bu AQShning mintaqadagi asosiy harbiy tayanchlaridan biri to'g'ridan-to'g'ri zarba ostida qolganini anglatadi. Shu bilan birga Qatarda joylashgan va dunyodagi eng yirik suyultirilgan gaz ishlab chiqarish markazlaridan biri yonayotgani haqidagi xabarlar global energetika tizimi bevosita urush maydoniga aylanganini ko'rsatadi. Bu jarayon fonida tahdidlar yanada ochiq tus olmoqda. AQSh prezidenti Tramp agar Qatarga hujumlar davom etsa, Eronning eng muhim energetik yuragi Janubiy Pars gaz koni yo'q qilinishi mumkinligini aytdi. Bu tahdid oddiy siyosiy bayonot emas, bu global gaz bozorini izdan chiqarishi mumkin bo'lgan strategik signal edi. Ayniqsa avvalroq Eronning Qatardagi Ras Laffan gaz obyektiga zarba bergani fonida bu tahdid yanada real tus olmoqda. Isroil esa bu urushni yangi bosqichga olib chiqdi. Endilikda Isroil harbiylariga Eronning istalgan yuqori martabali rasmiysini alohida ruxsatsiz yo'q qilish vakolati berildi. Mudofaa vaziri Israel Katz tomonidan berilgan bu buyruq nuqtali yo'q qilish strategiyasini cheklovlarsiz va tezkor amalga oshirishni anglatadi. Ya'ni endi qarorlar siyosiy darajada emas, to'g'ridan-to'g'ri jang maydonida qabul qilinadi. Bu esa urushni yanada beqaror va oldindan aytib bo'lmas holatga olib keldi. Bu orada Rossiya ham bu mojaro fonida o'z pozitsiyasini bildirdi. Putin Eron rahbariyatiga Larijonining halokati yuzasidan hamdardlik bildirib, uni Rossiyaning haqiqiy do'sti sifatida tilga oldi. Bu esa Moskvaning bu mojarodan chetda emasligini, balki diplomatik darajada bo'lsa-da jarayonni diqqat bilan kuzatayotganini anglatadi. Shvetsiya dunyodagi 3 davlatni eng katta tahdid deb atadi.
Shvetsiya xavfsizlik xizmati o'zining yillik hisobotida Rossiya, Xitoy va Eronni mamlakat uchun eng katta tahdidlar deb atadi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Hisobotda qayd etilishicha, so'nggi yillarda xavfsizlik idoralari Rossiya tomonidan kelayotgan xavf ortib borayotganidan ogohlantirib kelmoqda. Unga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlash doirasida tobora xavfliroq harakatlarga qo'l urmoqda. Yevropa bo'ylab beqarorlashtiruvchi gibrid hujumlarni amalga oshirmoqda. Shuningdek, Eron ham uzoq vaqtdan beri jiddiy tahdid sifatida baholanib kelinadi. Shvetsiya rasmiylari mamlakat ichidagi jinoiy guruhlar so'nggi 10 yil davomida kuchayganini va ayrim holatda ular davlat tuzilmalari tomonidan zo'ravonlik harakatlarini amalga oshirish uchun ishlatilganini ta'kidlagan. Hisobot muallifi xavfsizlik xizmati rahbari Charlotte von Essening so'zlariga ko'ra, AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy operatsiyasi hamda Eronning javob choralaridan keyin Shvetsiyada AQSh, Isroil va Yahudiy obyektlarga tahdid darajasi yanada oshgan. Bu bizning urushimiz emas, Yevropa Trampga yana yo'q dedi. AQSh prezidenti Tramp dunyo iqtisodiyotini bo'g'ib qo'ygan Hormuz bo'g'ozini ochish va Eronga qarshi global harakatga qo'shilish borasida Yevropa ittifoqi davlatlariga so'rov yuborgandi. Yevropa davlatlari esa rad javobini berdi. Chorshanba 18-mart kuni Germaniya qonunchilariga murojaat qilgan Merz Eron o'z qo'shinlariga tahdid solmasligi kerakligiga qo'shilsa-da, AQSh Isroil urushining asosli ekaniga shubha bildirdi. Bugungi kungacha ushbu operatsiyaning qanday muvaffaqiyatga erishishi bo'yicha ishonchli reja mavjud emas. Washington biz bilan maslahatlashmadi va Yevropa yordami zarurligini aytmadi. Urush davom etar ekan, biz Hormuz bo'g'ozida harakatlanish erkinligini harbiy vositalar bilan ta'minlashda ishtirok etmaymiz, dedi kansler. Germaniya mudofaa vaziri Pistorius ham kanslerning fikrini qo'llab-quvvatladi. Bu bizning urushimiz emas, uni biz boshlamadik. Ayni paytda Fransiya prezidenti Makron biz bu mojaroning ishtirokchisi emasmiz deya munosabat bildirdi. Yevropa nega Trampni qo'llamayapti? Yevropa yetakchilari o'zlari to'liq tushunmayotgan va o'z fuqarolari orasida ommabop bo'lmagan ushbu mojaroga tortilishdan xavfsiramoqda. Ular chetda turishdan keladigan foyda Ukrainadagi urush va savdo tariflari tufayli allaqachon taranglashgan transatlantik aloqalarga xavflardan ustunroq ekanini hisob-kitob qilmoqda, deyiladi xabarda. Bundan tashqari, Trampning yil boshida Daniyaga tegishli Grenlandiyani sotib olish niyati va NATOning kelajagiga oid shubhali qarashlari ittifoqchilarni hushyor torttirgan. Tramp esa NATOdagi hamkorlari AQShga qo'shilmay juda ahmoqona qilganini ta'kidlamoqda. Bugungi video murojaatim Rossiyada mehnat safarida yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Ayni kunlarda musofir yurtdoshlarimiz Rossiyadan turib O'zbekistonning Humo va Uzcard kartalariga pul yubora olmasdan kurs pastligi va shunga o'xshash turli xil muammolarga duch kelishyapti. Agar siz ham shu kabi muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, pullaringizni tezda mobil ilovasidan O'zbekistonning istalgan Humo va Uzcard kartalariga yuqori kursda osongina yuboring. Ilovani Play Market va App Store'dan yuklab oling. AQSh aviatashuvchisida yong'in. Gerald R. Ford Eronga qarshi urushda safdan chiqishi mumkin. AQShning eng katta aviatashuvchisi hisoblangan Gerald R. Ford Venesueladagi operatsiyadan keyin Yaqin Sharqqa kelgandi. Harbiylar bortdagi yong'in bilan 30 soatdan ko'proq kurashgan. O'nlab insonlar tutundan zaharlangani aytilmoqda. Kema vaqtincha portga kirishi kutilmoqda. Nashrning yozishicha, yong'in dengiz kuchlarining eng yangi aviatashuvchisi bo'lgan Fordga texnik xizmat ko'rsatish muammolarining eng so'nggisi edi. Bunga qadar kema bortidagi 650 ta hojatxona bilan bog'liq muammolar ham bo'lgan. Kichik hajmli va noto'g'ri loyihalashtirilgan hojatxona tizimi tez-tez ishdan chiqib turadi. Aslida odatiy kunlarda ham aviatashuvchi kemalardagi dengizchilar bilan gaplashish qiyin hisoblanadi. Urush paytida amaliyotlarda qatnashayotgan kemalar va harbiy bazalar esa butunlay yopiq rejimga o'tadi. Bu esa harbiy xizmatchilarning tashqi dunyo bilan aloqa qilish imkoniyatini cheklaydi. Shu bois NIT bilan suhbatlashgan mulozimlar va dengizchilar ommaviy ravishda gapirishga ruxsatlari yo'qligi sababli ismlari sir qolishi sharti bilan ma'lumotlarni sizdirgan. Harbiy dengiz kuchlari nashrining izoh berish borasidagi so'rovlarga javob bermadi. AQSh markaziy qo'mondonligi esa o'z bayonotida yong'in kemaning harakatlantiruvchi qurilmasiga zarar yetkazmagani va aviatashuvchini to'liq ish holatida qolayotganini bildiradi. Shuningdek, AQSh markaziy qo'mondonligi 2 dengizchi hayot uchun xavfli bo'lmagan jarohatlar oqibatida muolaja olganini ma'lum qildi. NITning kemadagi odamlarga tayanib xabar berishicha, o'nlab harbiy xizmatchilar tutundan zaharlangan.
Bundan tashqari Gerald Ford joriy yil boshida Virjiniya shtatidagi harbiy dengiz kemasozlik zavodida o'tishi kerak bo'lgan texnik xizmat ko'rsatish va qayta jihozlanishdan o'tmagan. Bu texnik yordam ehtimoliy urushlar sabab qoldirilgan bo'lishi mumkin. AQSh Isroilning Eronga qarshi urushi boshlangach, Forddan kecha-yu kunduz parvoz amaliyotlari amalga oshirilmoqda. Reuters'ning AQSh rasmiylariga tanib yozishicha, Eronga qarshi amaliyotlarga jalb qilingan Gerald R. Ford aviatashuvchisi bortdagi yong'indan so'ng vaqtincha portga kirishi kutilmoqda. Bu xabar yong'in haqidagi xabarlar chiqqanidan 2 kun o'tib 17-mart kuni paydo bo'ldi. AQShda va dunyodagi eng yirik aviatashuvchi hisoblangan kema hozirda Qizil dengizda joylashgan. Ikki rasmiyning so'zlariga ko'ra, u vaqtincha Gretsiyaning Krit orolidagi Sauda ko'rfaziga boradi. Ismi sir qolishi sharti bilan gapirgan rasmiylar Fordning Kritda vaqtincha vaqt qolishi kutilayotganini aytmadi. Rossiya migrantlar uchun yangi talab joriy etishni rejalamoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Rossiyaga vizasiz kirishni rejalashtirayotgan xorijiy fuqarolar uchun yangi tartib joriy etishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Bu haqda TASS xabar berdi. Unga ko'ra, migrantlar mamlakatga kirish rejalari haqida oldindan rasmiylarni xabardor qilishi talab etilishi mumkin. Bu haqda vazirlikning rasmiy vakili Irina Volk ma'lum qilgan. Uning ta'kidlashicha, federal qonun loyihasida Rossiyaga vizasiz kirishni rejalashtirayotgan xorijiy fuqarolardan oldindan bildirishnoma yuborish talabi belgilanishi ko'zda tutilgan. Mazkur mexanizm Rossiyaga kiritayotgan xorijiy fuqarolar harakatini tartibga solish va migratsiya nazoratini kuchaytirishga qaratilgan. Qonun loyihasi qabul qilinsa, yangi tartib Rossiyaga vizasiz kiradigan migrantlar uchun majburiy talabga aylanishi mumkin. Erondagi urush Dubayning moliyaviy markaz sifatidagi maqomiga qanday ta'sir qilmoqda? O'tgan hafta ijtimoiy tarmoqlarda bir video tarqaldi. Unda Dubaydagi Al-Mamzar plaji ustida Eronning Shahid droni uchib o'tayotgani ko'rinadi. Dronning ortidan uni urib tushirishga harakat qilayotgan qiruvchi samolyot quvib boradi. Plajda esa tumonat odam soyabonlar ostida toblanib yotibdi. Izohlarda ikki xil fikr o'zaro to'qnashdi. Urush paytida odamlar plajda qolayotgani hayratlanarlimi yoki ular hukumatning xavfsizlik tizimiga shu qadar ishonishadimi? Hormuz bo'g'ozi yaqinida joylashgan Dubay aslida juda xavfsiz shaharlardan biri edi. Ammo 28-fevralda AQSh va Isroilning Tehronga bostirib kirish fonida Eronning qarshi hujumiga uchradi. Va hududi ustida 290 dan ortiq ballistik raketa va 1500 dan ziyod dron aniqlangan. Ularning aksariyati yo'q qilingan, biroq portlashlar tez-tez kuzatiladi. O'zini o'nlab yillar davomida siyosatdan xoli hashamat markazi sifatida notinch mintaqadan ajralgan xavfsiz maskan sifatida targ'ib qilib kelgan shahar birdan himoyasiz bo'lib qolgandek. Ayni paytda Dubay qiyin holatda. Yirik banklar va xalqaro kompaniyalar o'z xodimlarini mamlakatdan evakuatsiya qildi yoki masofaviy ish tartibiga o'tkazdi. Odamlar yer osti avtoturargohlari yoki boshpana joylariga yashirinishgan. Gavjum ko'chalar bo'shab qolgan. Hozirgacha Baada kamida 8 kishi halok bo'lgan. Yuzlab insonlar jarohatlangan. Xo'sh, Dubay nimalarni yo'qotdi yoki yo'qotishi mumkin? Mahalliy hukumat xavfsizlikni ta'minlash uchun bor kuchini safarbar etayotgani, tez orada vaziyat barqarorlashib, hayot o'z maqomiga qaytishini aytib, barchani xotirjamlikka chaqiryapti. Bu harakatlarni tushunish mumkin, zero mintaqadagi eng barqaror moliyaviy markaz va noyob sayyohlik maskanining nufuzi xavf ostida qolgan. Eron rahbari Dubayni g'arb iqtisodiy tizimining muhim nuqtalaridan biri deb hisoblaydi. Shu bois hujumlar nafaqat Dubay va Birlashgan Arab Amirliklariga, balki butun global iqtisodiyotga ta'sir qiladi deb hisoblashyapti. Urushning dastlabki kunlarida Tehronning javob hujumi uchun vizual effekt ham muhim edi. Fairmont The Palm mehmonxonasi atrofidagi yong'inlar yoki aeroportdagi portlashlar tasviri 10 minglab turist va ekspertlarni vahimaga soldi. Ekspertlar ushbu harakatni cheklangan va ogohlantiruvchi zarbalar taktikasi deya baholashdi. Umuman olganda, Dubay Eron uchun 10 yillardan beri iqtisodiy nafas yo'li bo'lib keladi. Fors kompaniyalari va tadbirkorlarning katta qismi aynan Dubay orqali savdo qiladi va sanksiyalardan aylanib o'tadi. Shahar iqtisodiyotini turg'unlashtirish Eronning o'ziga ham moliyaviy zarba beradi. Dubay ko'chmas mulk va bank sektorida Eron kapitali juda salmoqli ulushga ega. Va Xitoydan keyin Eronning ikkinchi yirik savdo hamkori hisoblanadi. 2024-yilda o'zaro savdo hajmi 28 milliard dollarga yetgan. Bundan tashqari, 500 millionga yaqin eronliklar amirlikda yashaydi. Shu jihatdan rasmiy Tehron tomonidan amalga oshirilayotgan hujumlar Baa hukumatiga nisbatan siyosiy bosim vositasiga sifatida ko'riladi. Ya'ni Dubayni garov sifatida ushlab turish. Agar Birlashgan Arab Amirliklari o'z hududidagi AQSh bazalaridan Eronga qarshi foydalanishga to'liq ruxsat bersa, Dubayning xavfsiz shahar maqomi tugashi haqida ochiq ogohlantirilyapti. Eronning ayni paytdagi asosiy maqsadi amirliklarni AQSh koalitsiyasidan uzoqlashtirish yoki kamida neytral holatda ushlab turish. Bu yerda geografik joylashuv ham muhim omil. Eron va Baa o'rtasidagi masofa dengiz orqali 100 kilometr atrofida, shu sabab raketa va dronlar juda tez yetib boradi.
Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.